metro yaqinidan 2 xona yevro ta'mirlik, uni ustiga ipotekaga uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 17-kvartalda joylashgan Chilonzor metrodan bor yo'g'i 200-300 metr uzoqlikda joylashgan ushbu 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi, birinchi xonamiz. O'zini yangi yumshoq mebellari va televizorlari bilan ko'rib turganlaringdek, bu yerda esa oshxona qismini bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Oshxonamiz esa balkonga ko'chirilgan. Uyimiz 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Balkonimiz esa 1,5 ga 3 balkon. Ko'rib turganlaringda oshxonaga o'zgartirilgan. Kerakli barcha mebel va texnikalar yangi va sifatlisidan qo'yilgan. Ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan. Ushbu uyimiz 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 50 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringdek, uyimizda ikkala xonasini ham razmeri bir xil, zerkalniy planirovka deyiladi. Xo'p, bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish va o'zini razdeniy sanuzollari bilan birgalikda. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tuman 17-kvartalda Singapurskiy universitet ro'parasi Lady House ayollar kiyim magazinining orqasida joylashgan, metrodan bor yo'g'i 200-300 metr masofa uzoqlikda joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 76.500 AQSh dollar narxlashmoqda. Ushbu uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Shoshilamiz. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.